Assalomu alaykum hammaga. Hozir bizda BYD Leopard mashinasi o'zim mashinamda bitta avtoparkovkani ishlatib ko'rsatib beramiz. Salohiddin hozir bitta sizlarga tushuncha beradi. Ko'pchilik so'rayapti, Xanni, Chempionlarda, Smartlarda avtoparkovka ishlamayapti. Sizda ishlamayapti и adres ko'pchilik ishlamayapti. Mana bu yerda tekshirish uchun mana buni bosib, ko'pchilik ekran kod chiqadi. Sizda bu narsani kecha to'g'irladik. Mana bosdik, joy belgilanib yotdi. Google parkovkani ruscha ham bor yana bu yerda. Buni qo'yamiz. To'g'ri keladigan joy bo'lsa, mana chiqadi. Parkovka boshla deymiz. Mana hammasini ko'ryapti, ketdi mashina. Ketdi mana. Mashinani o'zi avtoparkovka qilib, chap tarafga pustoy joyga olibdi. Mana Salohiddin hech narsani ushlamagan. Biz straxovka turibmiz baribir. Mana qo'limizdan olamiz. O'zi hamma dashtdan ko'rib o'sha joyga qo'yadi. Agar palasali joy bo'lsa, o'sha joydan o'zi vibr beradi. Xatga qo'yib boshlanadi. Belgilangan joyga ham taqab qo'yadi odam. Skameykadan ko'ryapti, u chutki qilib qo'yadi. Bizda faqat parkovka ingliz tilida, ruschasi ham bor. O'zim mashina, buni polni rus tiliga ham o'tkazganmiz. Agar rus tili bo'lsa, голосовое управление, anaqa parkovka o'zi to'g'rilangan pustoy mestolarga qo'yish kerak bo'lsa, bemalol BYD avtomasterga telefon qo'yasizlar, pastda nomerlaringizni qoldiramiz. Yonimdagi Salohiddin programmist bo'ladi. Sog' bo'linglar, yaxshilik ko'rishinglar. Salohiddin, hammasi bizdan garantiyali. Xudo xohlasa. Bizda faqat yengilmas. Master akkaunt ham qildik. Hozir bularga ham master akkaunt sizga zaпрос berdik. 2-3 kunda xudo xohlasa kelsa, sizga sim karta qo'yib, telefoningizga boylab, yurib hammasi video qilamiz. Xudo xohlasa hozir biz Xitoyga master akkaunt tashlab qo'ydik. Polni telefondan boshqaradigan qilamiz mashinani. Sog' bo'linglar. Bu yangilikni ham kutib qolinglar.